Mening ismim Adam. Etner padşalığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshir qattiq to'layman. Manga kuch-quvvat ato Bu çağda yolvas, eriş yolvusuga aylanadi. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanadi. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'zsiz. Yasavul, Dinkin va Oko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantaq qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. O yalğız munar diyeni bir günün bekar ötüp gitti. Men Malayka, Taşıq tağdaki parasetlik Hazret Toruğluq. Köңlü bölünüp ketken kişiler bir de azaplanmaktı mı? Ah güzel değil ha, seni bek sevindim. Seni yeni bir köse, sana erişsem kandak yaxşı boladı ha. Şoğunu sen beni red kıldın. Padişahın muhafazaçılar etirti girişim akıl ködü. Mening bilan to'y qilishga unumidi. Ah, bu nemi degan tangsizlik. Men sehrim orqali har qanday narsaga erisha oldim. Lekin sana erishamadim. Malayka, sening boshqishing yo'qdi. Kalin, men seni chaqirmadim-ku. Men qandaqdir bir shapini anglab, sana yordam kerakmikin debdimi? Sen xato o'ylabsan. Bu yerdan hozirlik et. Birdan keyin men sana sehrgarlik dars o'taman. Bo'ladi Malayka. Deylan, ajabmi ko'gim keldi. Biroq uning meni burunqidek rad qildiganligini bilib turibdimi? Shundaqdim uni bek ko'gim keldi. Bu arzuyimga yetish uchun hech narsani ayamayman. Seni qarshalaman Malayka. Sen kim? İsmim Lokis, xo'jayinim evetken favqulodda elchiman. Undaqda sening xo'jayining kim bo'ladi? Uning ismini bilishing hojasiz. Mo'yme o sening diloga bo'lgan muhabbatingni tamoman tushunadi. Uni qo'lga keltirishingga yordam beradi. Rasma, qanday qo'lga keltirma? Bu bedel berish masalasiga taqiladi. O talab qilgan bedel intayin yuqori. Har qanday bedel to'lashni yonmaymi? Yaxshi. Amisa tutishdiqa. Bu nima? Bu bir kelishimning rasmiyati xolos. Endi o'z ishimizni boshlaylik. To'xta. To'xta. Nima ish qilyapsan? Darhol to'xtat. Bu biz talab qilgan bedelning bir qismi Malayka. Uning esa bu yerda qo'shilgan-ku. Men ekinzorligimni buzishga zodi qo'shilmayman. Agar sen darhol to'xtatmasang, sehr bilan to'xtaman. Sen bu bir ogohlantirish bo'lsin Malayka. Hozirdan boshlab bu yerga men ega. Malayka, qaraganda hiyliq qo'rqinchli ablah seni bosh egdiryapti-da. Oko, bu sening ashu uydagi anchaki sehrgarlik bilan erishgan narsangmi? Abla, meni kechirgin Yasavul. Men hepsini xato qo'yibdiman. Nima? Hepsini xato o'qib qo'yibdimi? Unda sen nima uchun yana? Men aniqlayman. Hay, chatam bo'ldi. Yana nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Mening ishxonamga qor, yomg'ir yog'di, shu ish. Xatolikning natijaligini bilmadim. Kelar qatim shunda qilayli Oko. Buni yozda o'ynaydi. Men texi Diladin chang dars ugunimi? Amsi men mutoqidakman. Bu narsani yig'ishtirish menga qapti-da. Sen yig'ishtirarsan, ko'p rahmat. Ko'li qara ablah.
Urushga tayyorlik qilib o'tirsa? Hay! 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 Hey, yavaşrak bolsam olamiki? Birga odam, men ilishni o'ptaroq o'g'itishning chorasini izlayaptimi? Men ilishib nima qilaman? Sen mening muhofizatchim tursan. O'zingning hunarlaringni ko'rsatgan odam, muhofizat qilishning zaruriyati bormi, yo'q? Bununla kichkinadir, lekin sehrni o'zgartirib bo'lmaydi odam. Yanılı meni işiltish kerakkan. Bu xil ish sening mush chiroyingga bo'lib keladi, Lanman. Men boshqalarda cho'nqur ta'sir qoldirishni yaxshi ko'raman, ha? Menimcha bu ilishim oxirlashib qoldi. Yaxshi bo'ldi. Kellanman, Qashtash oshxonasiga berib, ozroq bir narsa yeb olaylik. Kim? Kechiring, avar qilib qo'ydim deylar. Sizga ozroq gapim bordi. Bo'ladi. Sen Xanim, men Lokis, men Adillik deyhan. Ey, men aslida deyhandim. Malayka degan bu tog'liq hazrat ikizlarlikni vayron qildi. Malayka, bu mumkin emas. Rost, xanim, ilmi yaxshi biz qochib ketdik. O bir sehr bilan tog'dagi to'g'onni buzib etdi. Kaltimizni vayron qilib etdi. Ay, Malayka unda qilmaydi. U o'zining sehrini ishlatib buzg'unchilik qilmaydi. Xanim, ehtimol sizning sovuq muomalangizga uchrag'achqa shunda qilgan o'xshaydi. Kechirgin. To'g'ri qolmashdim. Malayka bilan deyla, bat aradim ma'lum bo'ysida. Oy adam, erş olursa tilep yanam o, ha? Gele erş olursa azrak bir nimi tilep yavağın, ha? Tilep? Aç kalsam mı sen de kalmadın tilep yemeyme? Adında çataq chiqibdi. Qaraganda Malayka ishlarga o'xshaydi. Malayka, o burun seni yaxshi ko'ratdi o. Uning orzusi shundaqdi. Ama sen bizni bir ishga yordamlashma demoqchimi? Men sizlarning yordamingizga muhtoj, Lanman. Odam, dadamda xiymanni akaldiramdi, yo'q so'rab baqsanglar. Men buning yordamiga muhtoj. Men chaqirib kelsam bo'lamdi. Sendan o'tinib qolay. Hozir chaqchaq qiladigan vaqt emas. Ben sizlerle meni izleyotganliginglarni uqdim. Seni ko'rganimga ben xo'shalman. Toshdoqdagi Malayka hazrat halokatga yo'liqibdi. Malayka, o seni yaxshi ko'radi o. Senmi shundoq deysan? Sening zotga bizga yordam qilib bormi yo'q? Qani yo'l boshla, atrat boshlig'i. Eliq qo'rqinchli qaddah Loks, hamma yolg'izlikning boshchisi. Men uni gapiga kirmayman. Lekin Loksli mening Dilani qo'lga keltirishimga yordam qila oladi. Men sehrimni ish qilib bularning hammasini asliga keltirma. Malayka, Loksinglarning nima ish qilayotganliginglarni ko'ryapman. Men sening yordamching, lekin Loksning asqablaq ekanligini bilaman. Uni tezroq ko'zini yo'qot. Uni darhol yo'qotib etishim kerak.
Endi mening deganim bo'yicha ish qilsan. Aşığın bizi göz koşup gider mi ha? Men oxirgi qaytdim. Shuni aytib qo'yayki, Malayka azaldan mening oshiqim emas, ham oshiqim bo'lolmaydi. Quzinglar! 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 Ketbol, bomba bilan u olmasdan qo'rqitib qo'y. Olmaydı. Onda kızak o senin peşine düşüdü. Mende çatak yok. Bana işengin. Kanat, kanat. Çapsan yiyin. Bu seher naydı caydı oldu. Bunun hemmisi senin kerametin. Sen kim bulursan? İsmim Kalin. Malayka'nın yardımcısı buluman. Bu işler to'g'risida onun meselesi hal bo'lgandan keyin qarang'ishaylik. Oh, sen qaysi so'ngakda o'zing uchib chiqqan bo'lsang, shu yoqqa qayt. Ben senin kerametini boşçaqlığını bo'lmaydiganligini his qilgandim. Bay sen degan alvasti Malayka'nın ışığı mas'ul bo'lish kerak. Shundaqmi Kalin? Shundoq. Malayka Lokisning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Bularning hammasi uning diloq bo'lgan muhabbatini bildirdi. Oh, yo'q. Menimcha u bu ishni oxirlashtirsa bo'ladi. Nemini oxirlashtirdi o? Bo'ladi. Men faqat sizlarga so'zlab beray. Men Shoh ordusida muhofizachilar atritining boshlig'i bo'lishdan ilgari Pamparasat shahrida bir necha oy o'rgandim. Shu yerda Malaykani uchratdim. U shu joyda hazratni ta'lim olayotgan. U chog'da u menga xeyli tuzuk yigitdek ko'ringandi. Bundaq go'zal qizlar sehr qilingan kiyimlarni kiysa, toza yarishidi. Lekin uning sehri ancha kora ekanmidi. Keyin Malayka o'zining sehri kuchini ko'rsatib, ulug' hazratga aylandi. Men uni odatdagi do'st deb biletdim. Hergiz yaqin munosabat o'rnatishni xohlamaydim. Lekin u niyatidan yonmadi. Vaqaning jarayoni mana shundoq. Ba'zi ayollar Malaykaga yiqilishni sharaf deb biladi. Sen meyli xaligin yoki xolima sening raqibing bor. Kel Dila, men seni kutib o'tirdim. Onu qo'yib. Hey! Malayka, Dilani darhol qo'yib. O mening. Qiyma, gapimga quloq sol. Darhol tog'dan ket. Siz kim? Uxlab tushib. Malayka, bu ishing qamlashmadi. Nemiz qamlashmadi, sevimligim? Bu to'g'ri bo'lmadi. Sen meni o'zingni yaxshi ko'rishga majburlayapsan. Bu hergiz amalga oshmaydigan ish. Vaqti kelganda sen meni cho'qim yaxshi ko'rsan. Biroq sen fursatni qo'ldan berib qo'yding, Malayka. To'xta. Nima ish bo'ldi? Malayka hazratim, sening vaqting to'shdi. Endi sen va'dangga vafo qilib, menga Dilani qo'lga keltirish haqqi to'la. O nima deyapti? Sen bu ablah qarzda bo'lib qoldingmi, Malayka? Malayka faqat seni o'ylab, menga haq to'lashni butunlay unutib qopti. Sana zaten nemi kerak, ha? Sening ruhing kerak, ha?
mening ruhim? Nima? Yo'q, bu rost shundaqmi? Sen rostligini shundoq olvas bilan sodlashdingmi? Hozir mening xo'jayinim ikkalani elib ketadi. Zulmat tegisi, mudhish podshoh tezkal. Sening chaqiring seni kutib turyotidi. Tez! Malayka, men seni debli keldim. Parakende qilishga jur'at qilgan qaysi? Men, Xiyma. Biz oxiri elishadigan bo'ldik-da. Sen kim? Zodi qandoq narsa? Men terrorlikning xo'jayini, ummatning ofti, butun olamdagi insonlarning dushmani. Mening tabiatim yovuzlik. Hay! Bicara ablah, bana tenkilemeyse, ben onun edibini berey. Kalma. Sen fakat galiba qilish vaqtini ozroq kechiktirishing mumkin. Yovuzlik sizlarni butunlay halok qiladi. Bu mumkin emas. Uning kuch quvvati menikida qilishmaydi-ki. Acayip iş. Senin ah ko'ngilliging mening yovuzligim bilan elishsa, ikkimiz uzunga chiqishsin shalda turishimiz mumkin. Yengilishi belgilash tas. Men oxirgacha elishima. Men sen bilan vaqtni isrof qilishni xohlamayman. Men Malaykaning menga tavakkalligini jakalayman. Yo'q, onunga chiqilma. Men sana boshqa bir ruhni beray ablah. Hech qanday ixtilof qilmay Malaykaning ruhining o'rnini to'ldira oladigan ruh. Mening ruhim. Colin! Sening ruhingning bundaq o'rinni to'ldira oladiganligini anglab boqmaga. Men Malaykani yaxshi ko'raman. Uning uchun har qanday xatarga, hatto jondan kechib roziman. Bo'ladi. Men Malaykani qo'yib etaman. Sening ruhingni uning o'rniga dastama. Sana hepsini o'qiyman. Başqalar uchun qurban berishni xohlaydigan ruh bo'lsa, u yengil bo'lmaydigan kuchga aylanadi. Shundaqli mening kuchim g'oyib bo'ladi. Mana bu haqiqiy muhabbatning kuchi. Kali. Malayka. Kali. Mana bu haqiqiy muhabbat. Men aldandım. Oks. Sana qarg'ish yog'sa, bularning hammasi sening kasobdi. Hammasi sening kasobdi. Lekin xo'jayin. Men sen bilan keyin hisoblashima. Xiyma, biz yana davomli elishimiz. Xayr xo'sh. Sen qachon kelsan, men tayyor. Malayka, ikimiz düşmanlikni do'stlikqa aylantirib, Rasul ishimiz kerak Xiyma. Ya, men sana nurg'un avarchilik deb berdim. Buni o'rni qanday to'ldirishim bilamayman. Ha, kerak yo'q. Bana bo'lgan hissiyotingni, sening haqiqiy muhabbatingga erishgan kishiga singdirgin. Kali. Malaykani qo'ldan berib qo'yib, ko'nglini yerim bo'lib deyla. Hay, men doim men bilan birga xizmat qiladigan ma'lum kishini bo'lgan sir yaxshi ko'rib qolaman. Rasma, uni men bilmaymanmi? Ohoy, berika, lanman. Lanman. Og'aynilar, qo'lga kelgani hisob,
Bugungi hikoyada Malayka o'zi qilmoqchi bo'lgan ishni jazman qildi, lekin keyin navod ishni xato qilib qo'ysa, aksincha natija olganligini, shundaqla buning o'zi mas'ul bo'lganligini sezdi. Baxtga yarasha Malaykaning nurg'un do'stlari bo'lib, ular Malaykaga g'amxo'rlik qilib, uni qiyin ahvoldan qutuldirib oldi. Hech kim xatolik o'tkazishdan xoli bo'lolmaydi, lekin bilib turib xato ish qilsa, tushundirish tez bo'ladi, hamon o'z beshig'i chiqadi.